Assalomu alaykum aziz talabalar. Harbiy san'at tarixi fanimizning ikkinchi mavzusi qadimgi sharqda harbiy san'at tarixi deb nomlanadi. Bunda biz asosan to'xtaladigan, ya'ni qadimgi Misr hamda Mesopotamiyada harbiy san'at tarixi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Birinchi rejamizda qadimgi va o'rta podshohliklar davrida Misr armiyasi, ikkinchi rejamizda yangi podshohlik davrida Misr armiyasi va uchinchi rejamizda esa qadimgi Mesopotamiya harbiy san'ati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Demak, bu yerda manbalar hamda adabiyotlar keltirilgan, bemalol olishingiz mumkin taqdimotdan. Dastlabki rejamizda demak qadimgi va o'rta podshohliklar davrida Misr armiyasi to'g'risida to'xtalib o'tsak. Dunyo tarixidan bizga ma'lumki, ilk davlatlar, ya'ni shahar davlatlarining yuzaga kelishi miloddan avvalgi 4-mingyillik so'ngida qadimgi Afrikaning shimoliy sharqida Nil daryosi vodiysi demak Misrda paydo bo'lgani haqida ma'lumotlarga egamiz. Shu bilan birgalikda aynan qadimgi Misr davlati tarixi miloddan avvalgi 4-mingyillikdan miloddan avvalgi demak 1-asrlargacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Bu yerda esa aynan qadimgi Misr xaritasi keltirilgan hamda shu bilan birgalikda unga chegaradosh bo'lgan hududlar sharqdan Qizil dengiz, g'arbdan Liviya, shimoldan esa O'rta dengizi bilan chegaradoshligi keltiriladi. Shu bilan birgalikda demak shimoldagi dastavval o'sha hududlarda shahar davlatlarining yuzaga kelishiga to'xtalib o'tsak. Demak, shimoldagi Quyi Misr hamda janubdagi yuqori Misr podshohliklari miloddan avvalgi taxminan 3-mingyilliklardan ikkala podshohlik birlashib yagona davlat barpo etishdi va Misrning keyingi tarixi 5 ta asosiy davrga bo'linadi. Birinchisi demak podshohlik, keyin esa qadimgi podshohlik va o'rta podshohlik, yangi podshohlik hamda so'nggi podshohlik davrlariga bo'lib o'rganiladi. Aynan shu qadimgi podshohlik davrlaridan boshlab shaharda dastavval shahar davlatlari, ya'ni nomlarning yuzaga kelishida ikkita kichik nomlar yuzaga kela boshlaydi. Aynan ularda harbiy bo'linmalar mavjud edi. Va urush xavfi bo'lgan vaqtda esa alohida ko'ngillilardan harbiy ishga jalb etilgan. Va qadimgi Misrda dastlab harbiy qo'shinning muntazam ko'rinishi ilk sulola davridan paydo bo'lganligi haqida ko'rib o'tishimiz mumkin. Qadimgi podshohlik davrida demak firavnlar aholilardan ko'ngillilar yordamida, ya'ni ko'ngillilardan to'plangan qo'shin tuzgan. Shu bilan birgalikda aynan qo'shni hududlardan misol tariqasida janubda hozirgi Sudan, g'arbda hozirgi Liviya va shimoliy sharqiy chegaradosh hududlarda Suriya, Falastinga ma'lum bir o'lja, ya'ni xomashyo va o'sha qullar uchun ko'plab istiqochilik yurishlarni amalga oshirganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda aynan o'sha urushlar biror bir, ya'ni tabiiy resurslarga, misol tariqasida mis xomashyosiga boy bo'lgan Sinay yarimoroliga ham tomon yurish qilganligini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda esa aynan hozirgi davrdagi demak Afrika hududi tasvirlanadi xaritada. Xo'p, dastavval demak ular nimalar bilan qurollangan edi? Ya'ni jangchilar to'rtburchak qalqon bilan himoyalanib, nayza, oybolta hamda gurzalar bilan qurollangan. Avvalgi darsimizda aynan ilk qurollarning paydo bo'lishi haqidagi ma'lumotlar bilan to'xtalib o'tgandik. Ular keyinchalik esa o'sha qurollarning takomillashishi natijasida asta-sekinlik bilan o'sha metallarning ixtiro qilinishi natijasida qurollarning shakli, holati ham o'zgarib bordi. Misol tariqasida o'rtada harbiy boshliq hamda uning yonida do'mbirachi askarlarning ruhlantirib demak jangga kirganligini ifodalashimiz mumkin. Shu bilan birgalikda har bitta o'sha boshqarayotgan, ya'ni nomlarni boshqarayotgan hukmdorlarning yonlarida maxsus o'sha firavnni qo'riqlaydigan maxsus bo'linmalar ham o'sha davrda demak mavjud bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Dastavval demak davlat miqyosida harbiy soha o'sha davrdan boshlab demak rivojlanib boshladi hamda qurol uyi deb nomlangan oliy harbiy muassasa tomonidan amalga oshirildi. Bunda demak qurol uyi qanday vazifani amalga oshiradi? Qurol yarog'larni, qal'alarning qurilishi, ya'ni qo'shinning ta'minoti bilan shug'ullanar ekan. Hozirgi davrda misol tariqasida bizda zamonaviy holatda mudofaa vazirligini misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin.
Demak, bizgacha miloddan avvalgi demak 2700 hamda 2100-yillar atrofida qadimgi podshohlik davrida askarlarning yog'och haykallari bizgacha yetib kelgan. Shu bilan birgalikda ularning o'sha qo'shindagi tosh uchli cho'qmor, mis yoki tosh bolta, tosh parrak, uchli nayza, tosh yoki mis xanjarlar bilan qurollanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni ilk salola davridan boshlab esa demak miloddan avvalgi 4-mingyillik oxir 3-mingyillik boshlaridan bumerang uchi o'tkirlangan tayoqlardan keng foydalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Lekin asosiy qo'shinning demak quroli esa kamon hamda jangovar bolta bo'lgan ekan. Shu bilan birgalikda askarlar teri ustki qismiga teridan tortilgan maxsus o'sha yog'och qalqonlardan foydalanib kelingan ekan. Demak, miloddan avvalgi 3-mingyillikda harbiy san'at tushunchasi hali unchalik darajada demak shakllanmagandi. Shu bilan birgalikda oldingi to'xtalgan darslarimizda taktika degan tushunchaga to'xtalib o'tdik. Dastavval demak taktika qo'shinni saqlash san'atida asta-sekinlik bilan qadimgi podshohlik davridan boshlab taktikalar ya'ni taktika degan tushunchaning yuzaga kelishiga o'sha qo'shinlarni biror bir hududga bosib olish maqsadida borganda yoki qo'shinni o'sha ma'lum bir yo'nalish bo'yicha saqlash san'atlari yuzaga kela boshladi. Ya'ni shu bilan birgalikda aynan qo'shni hududlardan o'zlarini himoyalanish uchun esa mudofaa inshootlarini qura boshladi. Mudofaa inshootlari dastavval demak aylanma, oval, to'rtburchak shaklda bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, qal'a devorlarining ko'rinishiga to'xtalib o'tsak, qal'a devorlari demak kesik konus shaklida yuqoridagi maydon ana brusver bilan aylana minoraga ega bo'lgan. Abida siyohindagi qal'a to'g'ri to'rtburchak shaklida qurilgan bo'lib, misol tariqasida ularning demak uzunligi 125 metrga 68 metr bo'lganligi yoki devorlarning balandligi 7-11 metr, yuqoridagi qismning qalinligi esa 2 metr bo'lganligini bunga misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Mana bu tasvirda esa aynan o'sha davrdagi qal'a zamonaviy ko'rinishda demak tasvirlanyapti. Miloddan avvalgi 21-asrda Misr janubidagi xalqlar demak Herakliopol monarxlar tomonidan demak birlashtiriladi va shu davrdan boshlab o'rta podshohlik boshlandi. Misol tariqasida o'sha o'rta podshohlik davrida taxminan ularning hududlari, ya'ni Misr hududi 35 000 kvadrat kilometrni, aholisi esa 7 million kishini tashkil etganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan o'rta podshohlik davridan boshlab sekin-sekin o'sha qurol-yarog'larning takomillashishini, jang olib borish amaliyotlari o'zgara boshladi. Xo'p, Misr janubida qo'shni misol tariqasida Nubiya, hozirgi demak Sudanda g'olibona yurishlar olib borilgandan keyin dastavval demak chegara hududlarda mudofaa inshootlarini, qal'alarni barpo eta boshladi va aholidan armiyani yig'ish uchun alohida ro'yxatga o'tkazila boshladi. Yuqoridagi slaydda misol tariqasida 35 000 kvadrat kilometrni tashkil qilgan bo'lsa, asta-sekinlik bilan o'sha hududlardan har bitta misol tariqasida har bir nomdan, viloyatdan demak 100 ta erkakdan bir kishi askarlikka tanlab olinganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Va aynan o'sha davrdan boshlab askarlar ro'yxatga olingandan keyin muntazam ko'rinishdagi qo'shinlarning yuzaga kelganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni armiyada 6, 40, 60, 100, 400 hamda 600 hatto 3000 dan iborat askariy bo'linmalar ham demak mavjud bo'lgan ekan. Hamda Misr armiyasi bir necha 10 000 askardan iborat bo'lgan degan ma'lumotlar ham keltirib o'tiladi. Harbiy yurishlarda odatda bir necha demak 1000 askar to'plangan. Misol tariqasida ko'rib o'tishimiz 3000 dan 10 000 gacha bo'lgan askarlar birlashmasi tashkil etilganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Va aynan bu yerda bitta savol tug'iladi. Ular harbiy harakatlarni olib borish natijasida askarlarga qanday tarzda demak oylik maosh to'langan yoki biror bir sovg'a berilganmi deb. Haqiqatan ham ularda ham demak alohida harbiy xizmatlari uchun demak podshoning oltin maqtovi joriy qilingan. Shu bilan birgalikda o'sha zodagonlar qimmatbaho qurol-yarog'lar bilan ham taqdirlanganligini ko'rib o'tamiz. Demak, o'rta podshohlik davrida Mesixti demak sag'anasidagi tasvirlarda aynan ko'rib o'tishimiz mumkin. Yog'och haykallarning bizgacha yetib kelganligi. Ularda esa o'sha ular oddiy kamonlar bilan qurollanganligi hamda nayzachilar, yarim avval
qalqonlar bilan himoyalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu bilan birgalikda aynan o'sha davrda ilk qadimgi o'sha podshohlikdan keyinchalik demak o'rta podshohlik va keyinchalik esa asta-sekinlik bilan takomillashib qurol-yarog'larni shakllarining o'zgarganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Yoki ilk bor qadimgi Misrda yollanma askarlardan foydalana boshladi. Demak, tarixdan bizga ma'lum. O'rta podshohlik davridan esa yengil hamda kichik hajmli qalqonlardan foydalana boshladi. Dastavval katta to'rt burchak og'ir qalqonlardan foydalangan bo'lsa, keyinchalik esa ularning shakllari ham o'zgarib bordi va misol tariqasida ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan jangovar boltalardan foydalanganligi, ularning uzunligi 2 metrgacha, nayza hamda cho'qmor hamda xanjarlar bilan qurollanganligi, uloqtiriladigan maxsus demak qurollar sifatida kalta, nayza, bumerang hamda tosh otadigan sopqonlar bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Kamon o'qlarining uzunligi 55 santimetrdan misol tariqasida 100 santimetrgacha bo'lganligini manbalarda demak keltiriladi. Bu yerda esa aynan cho'qmorning tasviri keltiriladi. Aynan qadimgi e'tibor beradigan bo'lsak, Misr hamda Mesopotamiyada aynan o'sha davrda ularning askarlarining qurollanishi, askarlarning aynan saflardagi holati bo'yicha asta-sekinlik bilan ilk podshohlik, qadimgi podshohlik davrlaridan o'rta hamda yangi va so'nggi podshohliklar davridan boshlab ularning takomillashganligi, keyinchalik esa bu taraqqiyot o'sha Mesopotamiya, qadimgi Mesopotamiya davlatiga ham o'tganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, aynan davrlar o'tishi natijasida sekin-sekinlik bilan harbiy qurol-yarog'lar, harbiy taktikalar, demak strategiyalar asta-sekin rivojlanib borganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.